Yok topasiz, topmasangiz ishtirok bo'lasiz. 50 ming ishtirok. Yangi yillar bilan. Rahmat. Katta rahmat. Hammamizni kattadan yangi yillar bilan tabriklayman. Shu hammani xonadonda tinchlik, yaxshi kunlar bo'lsin. Avvalam yoshlar baxtli bo'lsin, qo'shiqlar bilan qo'sha qarasin. Hammaning oilasi tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, ajoyib yil bo'lsin, katta yil bo'lsin. Barchangizga sog'lik, omonlik tilayman. Mana shu bera bir yaxshi tantana yig'ilgan ekanmiz. Yangi yil arafasida endi yaqindan 23-yil bayrami bilan hammangizni tabriklayman. Bu yangi yilda orzu umidlaringiz hammasi ro'yobga chiqishini istayman. Bu tug'ilgan kunni yubileylarini 100 yoshlarga kelganlar aftoqcho'lik yo'liqlarni rohatini ko'rib o'tirish nasib etki, qudachiligimiz 1000 yilchilik bo'ldi. Indiki shu yillardan burun bizlarga bir oltin beshiklarni olib borib yurish nasib etki. Hemen uyunda sağlık, salomatlik, tinchlik bo'ldi. Yaxshi go'zal tabriklaymiz birinchi o'chib. O'zimiz istagancha yaxshi bersin. 7 yoshga baxt tilaymiz. Andijo aytganday ishlab borib o'tirish nasib etsin hammamizga. Baxt bo'lsinlar, sog'lom, uzoq umr, maqsadlar tilaymiz. Katta rahmat. Xo'jam, barchangizni davramizga taklif qilamiz. Sho'x-sho'x qo'shiqlar sizlar uchun bo'ladi. Marhamat.
Allohning fayzi barakati olgan fayzli xonadonni qadrli mehmonlari. Assalomu alaykum deymiz. Uzoq-yaqindan tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Talabangizga hasonatlar bo'lsin deymiz. Avvalo mana shu yerga Nurli tabrik loyihasi ijodkorlari kelishini va sizlarni bezovta qilishini asosiy sababi mana bugun Go'zal opa tavallud yomlari ekan, muborak bo'lsin deymiz. Mana shu yerda uzoqda turib tabriklayotgan Ro'za ismli qizingizni ham tavallud yomlari o'tib ketgan ekan, ularni ham tabriklaymiz. Bu hozir sirli inson kim ekanligini sanoqli soniyalardan hammamiz birga bilib olamiz. Albatta mana shu Nurli tabrik loyihasi ijodkorlari sizni xursand qilish uchun, sizni tabriklash uchun kimning nomidan keldi deb o'ylaysiz? Kimning nomidan deb o'ylaysiz? Yo'q, topasiz, topmasangiz shtraf bo'lasiz. 50 ming shtraf. Agar to'g'ri topsangiz, men 50 ming so'm beraman. Bo'ladimi? Bo'ladimi? Bo'lmasam o'zim aytaman. Sizni dunyolarga alishmaydigan, sizni hammadan ko'p yaxshi ko'radigan, olis-olislarda bitta dugoningizmi, yaqiningizmi bormi? Yo'q. Ha, to'pador topdingiz. Laylo, Samarqandda. To'g'rimi? O'sha odam uchun bitta qarsaklarni chalib qo'yinglar. Bu yoqdan turib mana shunaqangi surprizlarni tashkillashtirgan opamizga kattakon rahmat deymiz. Кто deysiz o'rsa? Ogohlantirish bermadimi? Hozir shunaqa qilib borib qoladi deb. O'zi yuzni zo'rg'a topib keldik hozir. Bir eshikdan tortib qarasak mana shu joy ekan. Avvalo shukrona kunlar, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin deymiz. Mana shu yerga kelishdan oldin o'sha Laylopa bilan bog'landikda, ko'p bora telefon qildilar bizga. Qani bugun kimni xursand qilamiz, kimni tabriklaymiz desam, bugun dedi bitta inson emas, ikkita insonni tabriklaymiz dedi. Qo'shilolmi desam, yo'q dedi. Bittasida dedi tabriklay olmagandim dedi. Ikkinchisiga qo'shib tabriklayman dedi. Xo'sh. Kimniki? Ha. Sizga ham muborak bo'lsin deymiz. Ularga aytdim-da, xo'sh, nima deylik, qanday so'zlar bilan xursand qilaylik desam, dilimizda, yuragimizda tilaklarimiz bisyor, lekin nimadir to'sqinlik qiladiki, buni o'zlariga ayta olmaymiz dedi. Balki yurakdagi, qalbdagi tilaklarimizni ayta olmasmiz, lekin opamizga bo'lgan mehrimiz cheksiz va samimiy deb bildi. Albatta mana shunday ajoyib surprizlarni tashkillashtirgan uchun yana bir bora kattakon rahmat aytamiz. Sizga ham tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deymiz. Ilohim mana shunaqangi tug'ilgan kunlardan ko'pini ko'ring deymiz. Mana bayram arafasi ekan, hamma otaxonlar ham mana shu yerda ekan. Assalomu alaykum ota. Yaxshimisiz? Muborak bo'lsin tug'ilgan kunlar. Yangi yillar bilan. Katta rahmat deymiz. Ana endi qo'shaloq tortlarni qizingiz bilan birgalikda kesib qo'yamiz, ha? Chiroyli qilib. Qani, pichoqlarni olib kelsangiz, qo'shadan tortlar, qo'shadan pichoqlar, qo'shalar bayramlar. Barchangizga muborak bo'lsin deymiz. Ha, keling. Qorqiz mana shu yerda ekan. Qani. Keling. Men o'zim qorbob bo'lib turamiz. Keling. Keling. Xo'p, mayli. Bo'lmasam hozir tortlarni kesib olamiz, keyin chiroyli tilaklarni, istaklarni otaxonlardan, akalardan qabul qilib olsak, ha? Laylo. Bizni ham Samarqandga chorlab qoldi, xudo xohlasa shu yo'llarga ham olib boraman. Xo'p, xudo xohlasa. Hammaga yetadi xudo xohlasa tortlarimiz ham. Ortib qolsa yengilga yoki 23da kimniki edi? Ha, ortsa shunga ishlatadi. Unda tug'ilgan kun ko'p ekan. Hammasini kesib olmay unda. Ishlatamiz qani. Ha, olib qo'yingiz.
Ha, kesdingizmi? Ro'zaxon qayerdalar? Keling, siz ham kesiz. Qani endi tortlarni yedirib qo'yamiz. Onajonga. Ha. Ro'zaxon onajonga yedirib qo'yasiz. Ha, onajonga. Ha, endi siz qizingizga yedirib qo'yasiz. Qarz bo'lib qoldi. Tabriklaymiz yana bir bola. Qani olqishlab qo'yamiz, muborak bo'lsin deymiz tug'ilgan kunlar. Qani olqishlaymiz. Muborak bo'lsin. Rahmat, mana shunaqa bayramlar gullanib ketaversin deymiz, ha? Mana shu yerda mana Ahmad akamlar ham bor ekan, mana tabriklab kelgan. Qani bo'lmasa, tabriklarni, istaklarni otamdan boshlasak, ha? Ota, yaxshi tilaklarni, istaklarni farzandlaringizga, qizlaringizga yo'llab qo'yasiz. Bizlar bunu bizim to'g'ri kelishimiz, barchaga savob nasib qilsin. To'ylarga borishavering. Katta rahmat deymiz. Qani tilaklarni davom ettiradilar, marhamat. Avvalam hammamizni keltirgan yangi yillar bilan tabriklayman. Shu hammani xonadonda tinchlik, yaxshi kunlar bo'lsin. Avvalam yoshlar baxtli bo'lsin, qo'shqari bilan qo'sha qarasin. Hammani oilasi tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, ajoyib yil bo'lsin, katta yil bo'lsin. Barchangizga sog'lik, omonlik tilayman. Katta rahmat deymiz. Mana yangi tilaklarni ham istaklarga qo'shib yo'llab qo'ydilar. Marhamat. Go'zal tabriklaymiz. Xudo bergan ishlaysiz. Yoshlar baxtli bo'lsin. Shu xudolarga ilmiga rahmat tabriklab o'tiramiz. Yaxshi kunlar bo'lsin. Tabriklaymiz. Oldindan, ha? Qani tilaklarni davom ettiradilar? Qani? Marhamat. Mana shu bera bir yaxshi tantana ustiga yig'ilgan ekanmiz. Yangi yil arafasida endi yaqindan 23-yil bayrami bilan hammangizni tabriklayman. Bu yangi yilda orzu umidlaringiz hammasi ro'yobga chiqishini istayman. Bu doğulgan gününü yubilyarlarından 100 yaşlara gelgiler aktarçılık yoluklarını rahatını görüp oturuşu nasip etki kudaçılıkımız 1000 yılçılık oluyor. İndiki şu illerden burun bizlere bir altın beşiklerini apparıp yürüş nasip etki. Hemen önünde sağlık, selametlik, tinçlik oluyor. Katta rahmat deymiz, ajoyib tilaklar. Marhamat. Qani kimdan? Ha, marhamat. Marhamat. Xudodan. Go'zal aka tabriklaymiz, 100 yoshlarga kelsin. Bayram bilan tabriklayman, kelyapman. Yangi bayram. Katta rahmat deymiz. Будущее день рождения. Marhamat.
Güzel tebrikliğimiz kullandığı bilen Kudayım şu kızıma muvaffak olup Kudayçılıklarınızın yılçılık bulup barışıp gelişip oturmaklar nasip etsin. Şu destekhanımızın görünüşü bir bekip kalmasın. Şu beşiktoylardan köpeyişip barıp otururdayız. Koşa beşiklerden barıp oturgayımız Allah. Koşalak bayramda koşa beşikler barıp oturmaklar nasip etsin. Kuda bermey yaş versin. Katta rahmat deymiz. Qani endi tilaklarni. Xo'p, bu yoqda endi tilaklarni qabul qiling. Ertaga YouTube'dan ko'rib o'tiradilar. Mana. Yaxshi bo'lsa tabriklaymiz birinchi o'chib. O'zini istagancha yaxshi bersin. 7 yosh ham baxtlimiz. Andijon aytganday ishlab borib o'tirish nasib etsin hammamizga. Baxtli bo'lsinlar. Alloh uzoq umr maqsadin tilamiz. Katta rahmat. Xo'jam, barchangizni davramizga taklif qilamiz. Sho'x-sho'x qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi.
emas. 3 marta bo'lardi, 1 marta aylandingiz. Aylangan. Ishtasi qolib ketdi. Ana endi to'g'ri. Yana bir bola muborak bo'lsin deymiz. Mana shunaqa ishqona kunlar. Mana Urganchdan keldilarmi? Xudolar. Ilohim sizlarnikiga ham borib tabriklab, o'sha farzandlaringiz bizlarni jo'natib tabriklab borish nasib ro'zalagan bo'lsin deymiz. Ilohim yaxshi kunlarda, yaxshi onalarda uchrashish nasib ro'zalagan bo'lsin deymiz. Yana bir bola baxt omad, mustahkam sog'lik hamda mana shu kelayotgan yangi yil sizlarga baxt omad, o'sha kelayotgan yangi yilimiz ham o'sha kasalliklardan forig' bo'lgan holda bir ajoyib bir yil bo'lsin deymiz. Kelasi yil mana shu davralarni bundan ham kattaroq qilib o'tirish nasib etsin deymiz. Katta rahmat barchangizga.